Siz ham qanaqa mashina tanlashni bilasiz, bekorga qiziqmayapsiz. Bugungi obzorimizda G4T2. Tashqi ko'rinish haqida gaplashadigan bo'lsak, brutal dizayn, agressiv oldi ko'rinish va eng muhimi, baland clearance. Keling, men sizlarga bu mashinaning interyer qismini ko'rsataman. Mana buni haqiqiy off-road saloni desa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, avtomobilimiz yumshoq plastik, koja plastik bilan kombinatsiya qilingan va sideniyalar esa eko koja bilan jihozlangan. Multimediya bo'lib, bir taraf cruise kontrolga, bir taraf mediaga javob beradi. Va yana rulni 3 palazinada to'g'rilasa bo'ladi. Ya'ni yengil, o'rtacha va sportiv, ya'ni jo'skiroq. Barimizning ichida isitish va sovutish tizimi bor. Rejim o'zgartirish bu yerdan bo'ladi. O'ziga yarasha skorost va katta monitor. Monitorimizda mashinani 100% kontrol qilsangiz bo'ladi. Ya'ni qaysi eshigi ochuv, margat qilganda margat qilishi, avarinkalar yonuvligi, даже rul necha gradus qayoqga burilayotganini ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Keng bagajdan tashqari afshipka qismiga e'tibor berishingizni so'raymiz. Podstakanniklari, paket uchun ilgichlar, znak hamda avariyniy выход. Menimcha sizni qiziqtirgan joyga yetib keldik. Ya'ni xarakteristikasiga. Bu avtomobilimiz 1.5 litrli turbina motor bilan jihozlangan bo'lib, 184 ot kuchiga ega va bu avtomobilimiz oldi balonlari harakatlari. Bu avtomobilimiz shu g'o'dasiga qaramasdan attiga 8.5 metr rasxod qiladi. T2 avtomobillarimizga qiziqish bildirgan bo'lsangiz, avtosalonimizga tashrif buyuring yoki-da pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, albatta test drive yoziling. Bugun sizlar bilan T2 modelimizning birinchi pozitsiyasini obzorini ko'rdik. Agar sizlarga boshqa modellar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. U yerda har bir modellarni obzori qo'yib boriladi.